Assalomu alaykum. Bugun sizlar uchun 3 qahramon postdan 5 km o'tganda Obod mahallada qurilgan 3 sotolik sotuvdagi yangi xonadonimiz obzorini qilib beramiz. Uchastka yangi elitni mahallada joylashgan va bu mahalladagi barcha xonadonlar hammasi yangi qurilgan uylardir. Binoimiz 3 qavatdan iborat, yerto'lasi ham butunlay yashash uchun mo'ljallangan bo'lib, binoning fasadi 10 metr, ichkari qismi 30 metrdan iborat. Uyimizga kirishimiz bilan tepaga yozna chap qo'lda kattagina spalni, sanuzel, vanna, unitaz, rakna hammasi qo'yib beriladi. Mehmonxona, lyustralar qo'yib beriladi. Oshxona. Oshxonadan tashqariga ham eshik qo'yilgan. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilganda ota-onalar yotoqxonasi. Ota-onalar uchun sanuzel. Bolalar yotoqxonasi. Общий sanuzel. Yana bitta bolalar yotoqxonasi. Yana bitta mehmonxona. Uy haqiqatan ham juda ham zo'r qurilgan. Endi pastga podvol o'chamiz. Podvolda katta xona qilingan. Namozxona qilsangiz ham bo'ladi, trenajyor zal qilsa ham bo'ladi bu yerda. Bu xonani домашний kinotеатр qilsa ham bo'ladi. Uyimizning kotelnisi.